uchta savolga javob topishga harakat qilinglar umrini oxirigacha. Kimman? Nima uchun yashayapman? O'lgandan keyin qaytib ketaman. Shu uchta savolga javob topsanglar, hayotda bekor yashab o'tib ketmagan bo'lasizlar. Bizning auditoriya ko'pincha sportsmenlar, zalga qiziqadiganlar, не только, ya'ni o'zini sog'lig'i uchun ham zalga chiqadiganlar. Asosiy umumiy gapimiz o'zinglarning razvitiyanglardan to'xtamanglar hech qachon. Bu zal bo'ladimi, o'qish bo'ladimi, ish bo'ladimi, oilasi bo'ladimi, birovni yaxshi ko'rish, birovni baxtli qilish, hammasida har doim rivojlaninglar. Plusga ketinglar, har doim новый достижениyaga erishaveringlar, to'xtamanglar. Nimadir o'xshamasa agar bo'ldi, yig'ishtirmanglar, до конца harakat qilinglar. Har doim yaxshilikka harakat qilinglar. Bizda juda ham ko'p xayollar keladi. Kun davomida 60 mingdan ziyod xayollar keladi. Ko'pinchasi o'tmishda yashab o'tilgan narsalar qayta kelaveradi. Qaytarilib kelaveradi o'sha xayollar. Biz o'sha xayollarga umuman e'tibor bermaymiz. Ketadi. Uning ichida yaxshi xayollar ham bo'ladi, yomon xayollar ham bo'ladi. Birinchi xayol paydo bo'ladi, keyin tanada reaksiya bo'ladi shu xayolga, keyin действие bo'ladi. Nima demoqchiman? Xayollarni kontrol qilishni o'rganinglar. Yomon xayol keldimi, uni anglash kerak, qo'yib yuborish kerak. Yaxshi xayol keldimi, uni qoldirish kerak. O'shana qilib o'zingizlarning eng zo'r versiyani yaratasizlar. Instagramda yaxshi narsani eshitinglar, yaxshi narsani ko'ringlar, yaxshi narsani o'qinglar, yaxshi narsani haqida gapiringlar va yaxshi narsani haqida o'ylanglar. O'shanda eng zo'r versiyani yaratasizlar, payg'ambarlarimizga yaqinlashasizlar.